Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Akalar, men xo'roz makyonlarimga beradigan yemimni so'raganlar bor edi. Mana to'liq tushuntirib beraman akalar, hadeb so'rab bora bo'lmaysizlar. Yer yong'oqni mag'izi, makka, juvori, mayiz, semichkani mag'izi, buni masxat deyiladi, yong'oq, mana bu mosh. O'shanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xil narsani aralashtirib qo'yaman akalar. Kerak bo'lsa tobdagi xo'rozlar tobga olinmagan holatda ham qattiq turadi. Oyoqlarini tutib o'zini yig'ishtirib olib turadi. Men shular aralashtirib kundalik holatda beraman. Akalar, mana tabiiy doping bu. Omadlaringni bersa hammalaringni.